Assalomu alaykum. Biz akaxonlar biz navbatdagi ishga keldik, xudo xolasa. Shogirdlar degan ukamiz uyidamiz. O'quv markaz qilyapti-kan, shuni kosmetik ishlarini qilib beryapti, xudo xolasa. Xo'p, mana koridorlarni ham chiroyli qilib urdik. O'ta go'zal, chiroyli, o'valiydigan ish bo'ldi. Mana ishlar. Ziyod aka, Kim bular? Instagramga ketadi, Instagramga. Trendga chiqarishga o'ramasmi? Kim bular? Xo'p, xonani ichini oddiy qilmaganmiz. Ko'rsanglar mana. Hop, chiroyli qilib bir narsa qilib chiqdik. Mana yomg'irdan ko'rsanglar bo'ladi. Dekorativ bir narsa bo'ldi devor. Qursa yana ham chiroyli bo'ladi. Oddiy qilinmayapti. Mana. Bizni kuzatayotgan podpiska bosmaydigan akalar, boshqalar onasini endi charchamaylar, kuch-quvvat bersin. Mana ishlar